Assalomu alaykum, hammaga yaxshimisizlar, tinchmisizlar? Podpischiklarim, yangi kran o'qishchilar, budущий kran o'qishchilar. Tinchmisizlar, sog'misizlar? Ana nasib bo'lsa yana bu ko'rishib turganimizdan xursandman. Bugun men G'ijduvonga kelganman. Kranimiz bitakka, o'sha 570 tane kran ana. Bizga bitta akamiz kelganlar, kranni o'rgatib, Izomat aka. Ko'rish tamom o'qishini ham kranni o'rganayaptilar hozir. Qo'ysam mayli men ikkita. Ana G'ijduvonga kelganmiz-da. Ana 50 tonnalik sanimizga o'rganayaptilar. Hozircha bugun birinchi kun oyoqlar, noshqalarimizni o'rganib bo'ldilar. Qaysi nima qilishini, qaysi chiqadi, kiradi. Hammasi yaxshi akamiz. Anchadan beri video qilmagandim, chunki 15-20 kundan beri ishga chiqqanim yo'q edi. O'sha uchun video qo'ymagandim. Uy ishlari, to'y, shunaqa dam olish. 25 tonnalik kranimiz, XMG kran bo'lib, Termizda ishlayotganini bilasizlar. U Buxoroga keldi. To'yga chiqish berdi u yoqdan. Plus kranimizga ham, bu kranimizga ham o'z ishi yo'q, ikkita kranimizdan bitakka. Buxoro territoriyasiga kran kerak bo'lsa 25-50 tonnalik kranlarimiz bor. 25 tonnalik kranimiz Buxoro shaharga, Termiz bozorchasiga. 50 tonnalik kranimiz esa G'ijduvonga. Kerak bo'lsa telefon qilib aloqaga chiqasizlar, telefon nomerlarini pastga qo'yaman. 94 733 41 61. Kim agar kran o'rganmoqchi bo'lsa, qo'ldan kelgancha o'rgatamiz. Ana bu akamizga o'rgataylik unda. Qo'ldan kelgancha hammalariga o'rgataman. Ana akamizni o'rganaylik, ish jarayonlari yana bir marta ko'rsatib o'taman. Yomon emas, ancha yaxshi o'rgandilar. Kim o'rganmoqchi bo'lsa, telefon nomerlarga aloqaga chiqinglar. So'z. Yana sagama demoqchiman. Butun O'zbekistonga meni kuzatib turgan, poddershka qilib turgan, like bosib turgan, like bosmay turgan hammaga rahmat. Qoraqalpog'iston. Hammaga salom. Nukus, hammaga salom. Buxoro, Navoiy, Samarqand, hammaga salom alaykum. Hammaning ishiga omad, charchamanglar. Aloqaga.